siz bo'ldi. nima temada gapiryapsiz? Prostata bezi haqida gapirmoqchi. Prostata bezini operatsiyalarini bizda hozir eng zamonaviy usullari yo'lga qo'yilgan-ku. Kesmasdan, hech qayerdan kesmasdan shu. Hech qachon kesmasdan kirib. Ishlar bo'ladi. Fotoapparatdan kirib chiqiladi. Aslida, Operatsiya payti turib ketganlar ham bo'lganmi? Nima qilasiz degan, yana egarchalar foydami o'zi yo'qmi? qaysi egarchi? Pul sotyapsiz. Yursa foyda deydi jon aka. Egarchi ko'titagiga qo'yib oladi egarchalar aytasiz. Ha, trend o'sha egarchalar. Shu foydami yo'qmi o'zi? Jon yo'l tupiga tashirib, qora magazga o'tkazib o'radigan Hozir bu savolga yo'q, foydasi yo'q desa to'rttasi. Seniki aka, uroligi. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum Vosita aka, yaxshimisiz? Bizni YouTube platformasiga kelib tushayotgan eng nima deymiz, urologiyaga asosiy savollaridan bittasi bu prostata haqida bo'lyapti. Prostata bezi, adenomasi shu haqida siz bilan bugun gaplashamiz. Erkakning ikkinchi yuragi ham deb atashar ekan buni. O'zi prostata insonga nima vazifalarni bajaradi o'zi bizda? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Haqiqatan bu mavzu dolzarb mavzu hisoblanadi va o'ylaymanki bugungi suhbatimiz hammaga manfaatli bo'ladi. Agar ozgina vaqtlaringizni ayamasalaringiz, sizlar shu keyingi 5-10 minut ichida prostata bezi haqida juda ko'p foydali ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Bu prostata bezining o'sha xavfsiz o'smasi bor, adenoma deymiz, xavfli o'smasi bor, o'sha rak предстательной железы deymiz, ya'ni bularni ajratish qanaqa bo'ladi, bularni qaysi yo'l bilan bartaraf etish mumkin, bular haqida gapirib o'tamiz. To'g'ri aytdingiz, bu erkakning ikkinchi yuragi deydi kimdir, sababi prostata bezi o'zi har bir erkak kishida bor a'zo hisoblanadi va uni vazifalari asosan o'sha bizdan chiqadigan urug'ni urug' bilan birgalikda, ya'ni u ishlab chiqaradigan ishqoriy kislotalik muhitdagi suyuqlik o'sha urug'ni himoya qilish, urug'larni ayolni o'sha tuxum hujayrasiga yetib borishiga yordam berish ga o'xshagan vazifalari bor va umuman CD kanaliga ma'lum bir suyuqlik ishlab chiqaradida, uning ichida o'sha bakteriyalarga qarshi bo'lgan suyuqlik bor, ya'ni himoya funksiyasini ham bajaradi. Va afsuski prostata bezida shu 40-45 yoshlardan keyin ma'lum bir o'zgarishlar bo'ladi va bu o'zgarishlar bemorlarimizga ba'zida noqulaylik tug'diradi, kasalliklar chaqiradi va bularning eng asosiy ikkita kasallik bor prostata bezida. Bu prostata bezi adenomasi bor va prostata bezining xavfli o'smasi, ya'ni sal qo'polroq tuyulsa-da rak deymiz, prostata bezi raki bor. Va bizni odamlarimizdan savol tug'ilishining sababi ko'pchilik shuni farqiga bormaydi. Ya'ni bu o'sma prostata adenomasi desa, ha bu demak ertaga rakka aylanib ketishi mumkin. Demak ertaga men shunaqa onkologiya kasalligi bilan olishim mumkin deymiz, lekin bitta shu yerda aytib o'tadigan muhim ma'lumot borki, prostata bezining adenomasi hech qachon rakka aylanib ketmaydi. O'zi adenoma ham как доброкачественный o'smami u yo o'sma. Uni ham o'sma deyapti. Kista emas-da, to'g'rimi? Kista emas. Kista desa uni suyuqlik bo'lishi kerak. U qandaydir оболочка bu, unaqa emas. Prostata bezi adenomasi bu prostata bezini xavfsiz kattalashishi desak ham bo'ladi. O'zini kattalashishi va o'sha kattalashuvi mexanik siydik yo'lini, ya'ni uretrani qisganligi sababli bemorlarda va ko'pincha u o'tuvchi zonalari bor prostata bezida, o'sha imенно periuretral, o'sha uretraga yaqin bo'lgan zonadan o'sganligi uchun uretrani qisadi va bemorlarimiz o'sha bosimni pasayishi, prostata bezidagi kechalari tunda siygani turishi, oxirgacha quvog'ini bo'shamasligi, ya'ni bu juda ko'p shunaqa bemorlarimizda va shunaqa bemorlarimiz bilish kerakki, bu juda ham ko'pchilikda uchraydigan kasallik va bu kasallikda hozirgi kunda bu o'zi muammo emas. Sababi birinchidan zo'r dorilar ham chiqqan va zo'r buni operativ yo'l bilan davolash metodlari ham chiqqan. Shu haqda men menimcha informatsiya bersam, nima deysiz? Nimalarimizga faqat bitta narsani aytib ketsangiz, Vosita aka, misol uchun u
qachon podozrение bo'lish kerak bizda? Boya aytganingizdek, o'sha tunda uyg'onsak, Aha. O'zi umuman mana shu zo'r savol berdingiz. Biz podozreniyaga olib bormasligimiz kerak. ha, Mana nimamiz har bir inson, mana men bu yil 40 ga kirdim. Men 40 ga kirdimda men o'zi bilaman, bir yilda bir marta men check-updan обязательно o'tishim kerak. ha, polniy tekshiruv. Polniy tekshiruvdan. Va shu qatorda prostata bezini ham o'zini markyorlari bor. Bu PS analizi hammaga mashhur bo'lgan prostata spesifik antigen. Bu prostatada ishlab chiqariladigan suyuqlik hisoblanadi va qondan aniqlanadi uni. Har yili bir marta 40 yoshdan o'tgan, juda bo'lmasa 45 yoshdan o'tgan bemorlarimiz shu analizni topshirish kerak. Prostata bezini ultratovush tekshiruvi, peshob analizi va qovoqni ham tekshirib turish kerak, ya'ni CD qolib ketmayaptimi degan maqsadda. Shunda biz kasallikni eng boshlanayotgan holatida ushlasak, unda biz uni dori-darmon bilan, konservativ lecheniya bilan yaxshi bo'lib ketishimiz mumkin. Lekin o'tkazib yuborsak, keyingi etapi nima bo'ladi? Keyingi etapida o'sha bemor his qilishni boshlaydi. O'sha aytgandek, CD bosim pasayadi, kechalari turib peshob qilish, qo'g'ni bo'shlamasligi, bellarda, pochkalarda og'riq bo'lishi mumkin, sababi qo'g' yaxshi bo'shamagandan keyin refluks bo'lib, pochkalarga refluks bo'lishi mumkin. Mochvina kreatin deymiz, ya'ni zahar modda qonda ortishi mumkin, asoratlarni уже sanayapman. Va mas yalmay qoladigan darajagacha kelib qolishi mumkin. Значит, hozir bizda kasallarimiz bor, men nevrolog kasallarimiz borda. Misol uchun oddiy holat. Kechqurun 2-3 marta chiqaman deydi. U nechidir yoshidan beri shunaqada. U обязательно borib bitta PS topshirish kerak. Sababi mana biz bilamiz, sog'lom erkak o'zi 2 martagacha chiqishi допустимо deydi. Kechqurun 2 martagacha. 45 yoshdan keyin. Lekin shunaqa sog'lom erkaklar bilamiz, undan chiqmaydi. 60 yoshida ham chiqmaydi. Bitta uxlaydi, bitta uyg'onadi. Ya'ni bu faqat siyishdagi emas-da masala. U yaxshi uxlamagandan keyin odam ertasi kuni asabiy bo'lib yuradi. Keyin sizga keladi, neuropatologga, men asabiylashayapman, kechalari uxlayolmayapman deydi. Ya'ni hammamiz birimizga bog'liqda kasalliklarimiz. Shunga men o'ylaymanki, bemorlar bizda tibbiy madaniyatni yana ham oshirishimiz kerak-da. O'zimiz ham shu qatorda, biz ham erinamiz, doktor bo'lsak ham shu check-uplardan o'tib turishimiz kerak. Endi kasallik rivojlandi. Aytaylik, nima CD bosim pasaydi. Unda обязательно borish kerak. Borib tekshirish kerak. Aksariyat holatlarda 80% holatda desam bo'laveradi, bizga kelayotgan bemorlarda biz shu prostata bezi adenomasi deb tashxis qo'yganimizdan keyin o'zi опросникlar bor, ya'ni so'rov qog'ozlari bor. Shular to'ldiradi, IPSS deymiz. Shunda ballarga qarab turib, agar qo'g'ida CD qolib ketmayotgan bo'lsa, bemorda holati yomon bo'lmaydigan bo'lsa, unda dori-darmon bilan lecheniya qilinadi. Misol, men o'zim jarroh urolog bo'lsam-da, men birinchi dori bilan lecheniya qilaman. Ya'ni dorilar yozib beramiz, o'sha hamma bilgan tamsuvazinlik tarkiblik, fenasterid tarkiblik va hozirgi kunda yana uchinchisi qo'shilyapti, bu o'sha tadalafil tarkiblik dorilar ham qo'shilyapti. Va ko'ramiz qanaqa effekt beradi. Agar bemorda bir oydan keyin chaqiramiz bemorni, qanday o'zgarish bo'ldi sizda? Hozirgi holatingiz yaxshimi degan savol beramiz. Agar hozirgi holatim yaxshi, men qoniqyapman o'zimni hozirgi sog'lig'imdan, peshobimning chiqishidan, naporidan desa, unda biz ularga vыбор beramiz. Unda shu dorini ichib yurasiz va bizni nazoratimizda bo'lasiz. To'g'ri, qachondir operatsiya kerak bo'lib qolishi mumkin. Lekin kerak bo'lmasligi ham mumkin. U qo'rqadi bemorlar, sizdan qo'rqadi. Mana misol uchun bizga keladida, u aytadi. Misol uchun oila shifokoriga yoki boshqaga aytadi, "Borsam shu operatsiya qilib qo'yadi" deydi. Unda har doim kasalga variant qo'yiladi, to'g'rimi? Birinchi konservativ davo, shu dori-darmon bilan qilib ko'rish kerak. Bu keldi degani u operatsiya bo'ldi yoki bunda bir narsa aniqlandi deb unaqa narsa yo'q. Yo'q, bizda men va bizning jamoamiz, urologlar jamoamizni tarbiyamiz shunaqa bo'lganki, endi menda O'zbekistonda o'qidim, lekin keyin chet elda ishlash baxtiga muyassar bo'ldim. Hozir 21-asr. Organizm uniki, hayot uniki. Unga vыбор berish kerak va o'zi, lekin aytib qo'yish kerak. Men uni tanlasangiz, sizni mana uni kutadi. Kelajakda buni tanlasangiz, sizni bu kutadi. Ya'ni u o'zi tanlash kerak. O'zi tanlovni qilgandan keyin biz unga yordam berishimiz kerak. Lekin oldingidek meditsina yo'q, siz o'ta yomon kasalsiz, sizni hozir operatsiya qilib bo'lmaydi degan holatlar bo'ladi, lekin kamdan-kam bo'ladi unaqasi. U ekstremal больницада bo'lishi mumkin. No, bizda planovoy urologiya. Ya'ni kelsa biz vыбор beramiz va davolaymiz. No, ba'zi bemorlar bo'ladi, qo'g'ida CD qolib ketyapti. Uje refluksi bor.
tamsulazni ichib ko'rgan. Ya'ni konservativ lecheniya olib ko'rgan. Yaxshi bo'lmagan. Unaqalarga operatsiya qilish kerak. Qilish kerak joyda qilish kerak deb aytish kerak. Ya'ni bemorga to'g'ri tushuntirish kerak. Sababi unga yaxshi ko'rinaman deb, yo'q, dori bilan siz davolab yuraveramiz deb, keyin ertaga issig'i chiqishi mumkin. Endi hozirgi kunda bitta shu joyda ko'ksim faxrga to'lib aytadigan joyim ham bor. Bizni Guliston sharoitimizda, mana shu RDM klinikasida hozir butun dunyodagi eng ilg'or operatsiya bugungi kunda MILEP deyilyapti. O'sha minimally invasive laser enucleation of prostate deydi. O'sha nimani olib kelib qo'yganmiz metodni. U qanaqa u? Ya'ni oldin biz mana ozgina tarixga qaytamiz. Bir necha 10 yillar transurethral rezeksiya, ya'ni tur operatsiyasi deyilardi. Ya'ni sidik yo'lidan kirib, koagulyatorda o'sha petlada biz bezni kesib bezni ochib olib tashardik. Archilandi, ha, ko'rdingizku bir kirganingizda sizga ko'rsatdim. Shunaqa narsa bo'lardi. Lekin hozirgi kunda lazer enuklyatsiya chiqdi, ya'ni lazer texnologiyasi rivojlandi va lazer enuklyatsiya chiqdi. Bu qanday bo'ladi desa, biz bu petlarda kesganimizda avvalgisida baribir bu radikalni olib tasha olmasdik. Ya'ni ma'lum bir bez o'sha adenoma qolib ketardi. Yo'l ochilardi, lekin betta qolib ketishi mumkin. Xalaqit berib turgan narsalar lekin qolardi. Endi u qolgan narsa ham qayta o'sish ehtimoli bor. Ya'ni ma'lum bir yillardan keyin qayta yana retur, yana operatsiya qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Hozirgi enuklyatsiya, ya'ni lazer enuklyatsiya metodida biz o'sha adenomani to'liqligicha, ya'ni emblok deymiz, to'liqligicha olib, qovoqqa tashlab, qovoqdan uni o'sha marselyatsiya qilib, ya'ni yanchib olib chiqib ketyapmizda va anatomik o'zini asl holatiga, o'sha prostata saqlangan holatda. Prostata saqlanadi, faqat adenoma olib tashlanadi. Uni ko'pchilik adashtiradi. Hozir prostatani ham o'zini olib tashamayapsiz-da, u adenoma ketadi. Adenoma ketadi. Bu prostata saqlanib qoladi. Kapsulagacha olinadi-da, o'sha olib tashlanadi. Olib tashlangandan keyin bemorda nimasi bilan endi bu, xo'p, siz yangi metod deyapsiz, xo'p, bizga nima beradi yangi metod degan savol bo'lishi mumkin. Nima farqi bor oldingidan desa, birinchidan operatsiyadan keyin qonash ehtimoli juda kam. Radikalni olinadi, ya'ni qaytalanish ehtimoli praktichki 0 ga teng. 5%, ba'zi adabiyotlarda 10% gacha deydi, ma'lum bir yildan keyin, lekin praktichki 0 ga teng. Uchinchisi bu nimani CD bosimini o'ta chiroyli ko'tarilishi, ya'ni yaxshilanishi. Va tez oyoqqa turish. Ya'ni bemor oldingi metodimizda 3-4 kun yotish kerak ekan kateter olinsa, bunda 1 kunda kateter olib tashlansa bo'ladi. Ya'ni tezda jadal yaxshilanadi bemorning holati. Ostiga bemorlarga qiziqda, tashqarida umuman kesishlar bo'lmaydi, ha? Umuman bo'lmaydi, yo'q. U ham o'ylashi mumkin-da, misol uchun. Yo'q, umuman kesish bo'lmaydi, CD kanaldan kirib. CD yo'lidan kiriladi. Bu endi baribir og'riqsiz, ha? Albatta. 100% og'riq. Chunki ko'pchilik qo'rqadi-da, baribir nozik nuqta. Biz ba'zida o'y bo'ladi, travma bo'ladi degan xayollar. Siz bilan menga ham hozir kimdir sanib, "Yur, operatsiya qilamiz, prostatani olib tashlaymiz" desa, biz bir dahshatga tushib olamiz. Lekin o'zi aslida haqiqatan mana biz nechta operatsiya qilsak ham bemorlardan so'raymiz, sizda og'riq bor, yo'q, umuman og'riq bo'lmaydi hech qanaqa. Ba'zida video ham qildik shunaqa operatsiyondan, sizda og'riq yo'qmi deb so'radik ham. Endi men hozir operatsiyonda video qilmayapman, shu joyda aytib o'tib ketay. Qandaydir bemorlarimizni noqulay holatga qo'ygim kelmayapti-da, shuning uchun bu videolar, lekin biz baribir u operatsiyada yotibsiz, qalaysiz deyish qandaydir ajoyibdek tuyulyapti. Buni biz albatta otziv qilib, ya'ni bemorlardan so'rab olib beramiz. No, shu metod bizda to'la-to'kis yo'lga qo'yildi va haqiqatan ham Shamsiddin, misol bu hali biz o'zimizni maqtash yoki boshqa qilish emas, mana bu yerda tur qilgan bemorimiz yotibdi. Bir kun shunaqa holat bo'ldi. Bitta xonada ular, bu yerda tur qilganimiz, bu yerda xo'lab qilganimiz. Ikkalasini kateterini ham solishtirsangiz, bunisi anchagina qonli holatda, bunisi top-toza. Ikkinchi masala, ikkalasini vasстановлениясini ham ko'rdimda. To'g'ri aytish mumkin uchonlarimiz, doktorlarimiz bitta individni solishtirib sen hech narsa deya olmaysan, lekin bu statistik ma'lumotlar ham bor. Ya'ni buni ustunligi o'sha yuzlab bemorlarda tekshirilgan ma'lumotlar ham bor. Buni isbotlashimiz ham shart emas, sababi o'zi yozib qo'yilgan. Hozir guidelineslarda bizda kelyapti, shu nima MILEP yoki XOLEP metodi, tur metodidan yaxshi. XOLEP o'sha yaqinda koreyalik anaqalar kelganda, u boshqa masala edi. Unda CD yo'ldan kelib toshlarni olish
o'sha rirs deymiz. U operatsiyalar bizda ham qilinadi, lekin o'sha toshlar yo'l muammosini ham hal bo'ladi biz o'zimiz. Albatta. Biz aytaylik, bemorlarimiz operatsiya bo'lishdi. Mana misol uchun o'sha adenoma aniqlandi, adenomadan qutuldik. Undan keyin bo'ladigan misol uchun hayotidagi yorqinliklar, misol uchun bu nima kutish kerak? Jinsiy hayot qanaqa bo'ladi? Uxud qilib turish kerakmi o'zini? To'g'ri. Zo'r savollar. Sababi bemorlarimiz ham nima kutishini, operatsiyadan keyin mana nima bo'ladi? Avvalambor bemorlarimizda qiynayotgan muammo, ya'ni CD bosimini pastligi bartaraf bo'ladi. Ya'ni ular ba'zilari aytishadi, bunaqa maza qilib qo'g'im bo'shamagan edi ancha yillardan beri deb aytib kelishadi. Bu albatta biz uchun katta baxt. Ya'ni CD bosimi zo'r bo'ladi. Ikkinchisi, qo'g'i to'liq bo'shashni boshlaydi. Uchinchisi, ba'zi bemorlarimizda jinsiy faoliyati yana ham yaxshilanadi. Nima uchun? Sababi uni bir muammo, bir kasallik qiynab kelayotgan edi. Biz bilamizki, insonda kasallik bo'lsa, jinsiy faoliyat ishlashni boshlaydi. Любой kasallik bo'lsa. Biz u kasallikni bartaraf qildik va unda jinsiy faoliyat yaxshilanadi. Faqatgina jinsiy faoliyatida bitta o'zgarish bo'lishi mumkin. Bu jinsiy holatda turishida yoki bo'lmasa uni ishlashida muammo yo'q. Ba'zilarda retrogradniy eyakulyatsiya, ya'ni nimani urug'ni to'liq chiqmasligi kuzatilishi mumkin, lekin buni orgazm olishga yoki bo'lmasam tugatishga yoki jinsiy aloqani olib borishga hech qanday aloqasi yo'q. Faqatgina o'sha ma'lum bir bo'shliq paydo bo'lganligi uchun ichkarida biz olib tashlaganimiz uchun prostata bezi adenomasini o'sha yerda ozgina urug' qolib ketishi mumkin. Shuni retrogradniy eyakulyatsiya deydi. Lekin aksariyat bemorlarimiz yoshi kattalar bo'lganligi uchun 60 yoshdan oshgan yoki 55 yoshdan oshgan, ularga bu narsa hech qanaqa bir muammo tug'dirmaydi. Bu tur emas, ikkinchisini nima dedik? Xoleb. Mileb, xoleb deylik-da. Xoleb operatsiyasidan keyin ham re bo'lishi mumkinmi, ya'ni povtor? Xoleb operatsiyasidan keyin qayta operatsiya bo'lish ehtimoli o'ta past. O'ta past. Endi 100%lik narsa yo'q dunyoda, lekin почти o'shanga yaqin qayta bo'lmaydi. Sababi to'liq olib tashlanadi radikal. Xo'p, Vosit aka, biz hozir anaqa haqida gaplashdik, adenoma, доброкачественный, ya'ni anaqa dedik, buni xavfsiz o'sma dedik. Endi rak haqida, boyagi saraton haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz. Albatta. Prostata bezi raki deganda bu umuman boshqa kasallik. Uni lecheniyasi ham umuman boshqa va uni kechishi ham umuman boshqa. Ya'ni prostata bezi raki o'zi ko'proq ancha jadal rivojlanib, oxirgi stadiyalarga, ya'ni ancha yo'l bosib qo'ygandan keyin bilinadi. Nima uchun degan savol tug'iladi. Sababi prostata bezi raki ko'proq periferik zonada paydo bo'ladi prostatada. Bu eng chekkadagi zonalar bo'lgani uchun siydik bosimiga ta'sir qilmaydi va bemor bilmaydi o'zida. Shuning uchun ham aytayapmanki, PSA analiz albatta 45 yoshdan o'tgan bemorlarda albatta har yil topshirilishi kerak. Ya'ni bizda bu onkomarkor. Bu 4 emas, 4,5 yoki 5 bo'ldimi, siz biz MRT qilamiz. MRTda Pirates bo'yicha ko'riladi va unda Pirates bo'yicha aytaylik 3, 4 yoki 5 bo'ladigan bo'lsa, biz biopsiya qilamiz. Va biopsiyada aniqlaymiz va aniqlayapmiz ham hozirgi kunda. Shu hamma aytgan tekshiruvlar bizda Gulistonda bor. Xuddi shu tekshiruvlar butun dunyoda tan olingan shu tekshiruvlar hozirgi kunda, to'g'risi. Va bu narsalar hammasi qilinyapti. Prostata bezi raki bo'lsa, agarda bemorda bu tomonga ajratyapmiz, uni ya'ni PET-PSMA deymiz, tekshiruv qilyapmiz. Agar u lokalizovanный prostata bezini o'zida o'sma bo'ladigan bo'lsa, prostata bezini radikalni olib tashlash amaliyoti bor. Bu laparoskopik yo'l bilan, ya'ni kesmasdan, u ham kichik tirqichlar orqali bajariladi. Olib tashlanadi va bemor praktichki 100% qutuladi rakdan. Lekin rangi stadiya bo'lsa, ya'ni lokalizovanный bo'lsa, endi bizga afsuski ba'zi bemorlarimiz keladi, уже nima prostata bezida ham rak bor, u metastaz bergan, уже misol uchun ko'stga. U asosan shuni so'ramoqchida, metastaz qaysi a'zolarga beradi? Eng birinchi beradigan a'zolar bu o'sha tas sohasidagi suyaklarga beradi. Birinchi beradigani va ko'p bemorlarimiz belim og'riyapti deb o'zi keladi, tekshirilganda o'sha nimada suyaklarda metastaz aniqlanadi va ular bilamizki, bu o'sha prostata bezidagi proses hisobiga bo'lgan.
Shunga ham aytyapmanki, check-up, ya'ni yilda bir marta o'sha PCR analizini topshirib turish bu juda ham muhim Bu narsa. saratonni xalq orasida bilsangiz erkak, urg'ochi deb ajratadi, ya'ni metastaz berishida bu narsa. Misol uchun bemorda aniqlandi, biz uni tekshirdik, misol uchun доброкачественный, злокачественный ajratgandan keyin buni olish jarayonida metastaz berish misol uchun darajasi ham pasayadimi buni bartaraf qilingandan keyin? Bartaraf, mana misol o'zi umuman keling, mana biz bemorlarimizga informatsiya bo'lishi uchun mana bemor keldi. Bemorni PCR topshirdik. PCRsi aytaylik 4 dan baland 5, 6, 7 nechida chiqdi. Biz MRT qildirdik. MRT aytdiki, ha, podozrение bor edi. Biz uni biopsiya qildirdik. Biopsiya qilishda ham shu joyni aytib ketishim kerak. 12 ta nuqtadan multifokalni olish bitta tochkadan emas, 3 ta tochkadan emas, 6 tadan emas, 12 tadan. Ya'ni dunyo tan olgan 12 ta. Nima uchun? Sababi shunda biz prostata bezini to'liq qamrab olamiz. Bekorga 12 ta deb yozilmagan. 12 ta nuqtadan oldik, biz uni tekshiruv qildik. Tekshiruv qilganimizda o'zi aytadi, glisson baholash tizimi bor. Glisson bo'yicha misol uchun 8 yoki 9 berdi. Agar glisson bo'yicha aytaylik 6 berdi desa, ba'zi bemorlar faqat kuzatamiz. Operatsiya qilinmaydi. Yo'q, teginilmaydi. Sababi aniqlanilganki, glisson bo'yicha agar 6 berilsa, bemorda uni kuzatib 20 yil, 30 yilgacha umuman hech qanaqa aytaylik bemorimiz 80 yosh. 20-30 yil bemalol yashasa bo'laveradi. Biz nima qilamiz uni qiynab operatsiya qilamiz. Ya'ni o'zi standart yozib qo'yilgan. Aytaylik, lekin glisson 7, 8 yoki 9 beryapti. Yoki bo'lsam keyin biz PET PSMA tekshiruv qilganimizda PET ham har xili bor-da, PET tekshiruvi. Bundan keyingi PET PSMA. PET PSMA imенно prostata bezi uchun qilinadigan PET tekshiruvi. Shunda biz aniq bilamizki, prostatani o'zidanmi yoki boshqa joylarda ham shu o'sma bormi. Qilganimizdan keyin lokalizovanный bo'lsa, demak olib tashlashimiz kerak bo'lsa, limfalarda nima holat degan masala bo'ladi va ba'zi holatlarda biz limfalar bilan birgalikda olib tashlaymiz prostatani, ba'zi holatlarda limfodisseksiya shart bo'lmaydi. Va shundan keyin olib tashladik, tasavvur qiling. Bo'ldi, o'qitiladi. Ya'ni metastaz degan narsa yo'q. Ketadi. Tasavvur qiling, bu rak, prostata bezining raki ona edi, u tug'ishi mumkin edi, metastaz sifatida. O'sha onani biz bartaraf qilsak, u tug'a olmaydi-ku. Uzr, ham sal boshqacharoq o'xshatish bo'ldi. Shunaqa. U endi gaplashdik bu mavzuni oxirigacha. Undan keyin uxod qanaqa bo'ladi? Laparoskopiya o'sha prostata bezi raki aniqlab, men ko'pincha bemorlar aytaman, rak desa o'zini yo'qotib qo'yadi. Bo'ldi, men tugadim, yetib keldim deydi. Yoki bo'lmasa ba'zi bemorlar keladi bizga, qaysidir hamkasblarimizga borishganda, ular ko'rgan, u lokalizovannimi, lokalizovannmi emasmi, aniqlanmagan. Va unga o'sha Zoladex, Androkurga o'xshagan antiandrogenli preparatlar berib yuribdi. Ular yillab yashab yuribdi, lekin kechirasiz, u любой payt metastaz berib qo'yishi mumkin. Sababi ona bor, turibdi u rak sifatida. Ya'ni zolotoy standart lokalizovanni olib tashlagan ma'qul. To'g'ri, erta yosh uchituvcha qilinadi, har xil individuallar qaraladi-da. Lekin bemordan so'raladi, sen xohlaysanmi shundan qutulishga? Aksariyat aytadi, men xohlayman shu umuman. Sababi ularda fobiya paydo bo'ladi. Men qachondir yana qayerindadir rak hosil bo'lib qolishi mumkin degan. Shunga bemorlar, agar bizni ko'rayotgan bemorlar bo'lsa-ki va ular o'sha Zoladex, Androkurich yurgan bo'lsa, hali o'zini prostata bezidagi raki faqat prostatadami yoki boshqa joydan bilmayotgan bo'lsa, ularga bizni nimamiz, tavsiyamiz PET PSMA, ya'ni doktorlardan so'rashsa, menda faqat o'sha yerdami, o'sha yerdami. Agar faqatgina lokalizovanniy bo'lsa, o'ylaymanki operatsiya qilgan ma'qulroq. Chunki qutuladi shu bilan, prostata bezidagi rakdan. Uxodi masalasida aytaylik, mana operatsiya qilib bo'ldi. Operatsiya qilib bo'lganimizdan keyin kateter qo'yiladi. Kateter 20 kun, 21 kun atrofida turib turadi va undan keyin kateter olib tashlangandan keyin bemor o'zi mustaqil peshob qila oladi. Va agar u operatsiya nerv sберегающий, ya'ni nervlar saqlab qolingan holatda bo'lsa, jinsiy hayoti avvalgidek bo'laveradi. Ba'zi holatlarda afsuski saqlab qolish ilojisi bo'lmaydi. Sababi nervlarga ham tarqalgan holat bo'lishi mumkin. Bunda jinsiy zaiflik yuzaga keladi operatsiyadan keyin. To'xtab qolmaydi. Yo'q, to'xtaydi. To'xtaydi. Lekin biz bilamizki, hozirgi kunga meditsinada jinsiy zaiflik muammo emas o'zi. Sababi penilni implantlar chiqdi. Ya'ni bemorlarga penilni implant qo'yiladigan bo'lsa, 18
boladek yashayveradi yani dальше. Sababi bizni bu yerda shunday muammo, ya'ni xavfli muammo turganda ko'pincha bemorlarimiz men jinsiy hayotini o'ylamaydi. Ular aytadiki, mani shu balodan qutultirgan. Men shundan xalos bo'lay, bo'ldi, qolganini keyin gaplashaveramiz deydi. Shunga shunaqa gap. Vositaga bu misol uchun rak aniqlangan bemorlarimiz bor, bizni kuzatayotgan, aniq qilayotgan, shu boya aytgan o'zingiz dorilar ichib yurganlar borda. Bu bemorlar misol uchun Gulistondan deylik, Zomindan yoki Begim. Farqi yo'q, qayerdan ular qayerdan bo'lsa ham o'sha muolajalar, o'sha operatsiyalar bizda Gulistonda, Erdemda qilinadimi? Albatta. Guliston sharoitida. Bizni Guliston sharoitimizda, bizni klinikamizda biz laparoskopik radikal prostatektomiya amaliyotini to'liq yo'lga qo'yganmiz va uni qilib kelyapmiz. Bu zamonaviy, ya'ni malinvazivniy metod hisoblanadi. Ya'ni aytganimdek, oldin nima qilinardi? Katta kesilardi, kirilardi, olib tashlanardi, tikilardi va bemor 20 kunlab больницада qolib ketadi. Hozir biz bu qilayotgan operatsiyamizdan keyin o'rtacha 4-5 kun bemor yotadi больницада bizni nazoratimizda va ma'lum bir kateterlar olib tashlangandan keyin uyga javob beramiz va bemor bilan faqat telefon orqali bog'lanib turamiz. Albatta bu to'liq yo'lga qo'yilgan va qayerda bemorlarimiz qayerdan bo'lishlaridan qat'iy nazar biz xursandchilik bilan kutib olamiz ularda, agarda bizni yordamimiz kerak bo'lsa. No, men asosiy bu yerda aytmoqchi bo'layotgan mesajim shuki, onkologiya degani bu konец sveta degani emas. Ya'ni faqat rangiy diagnostika qilish kerak va uni iloji boricha radikalniy terapiyasini qilish kerak. Shunda bemor to'liq shifo topadi va umuman rak bo'lmagan bemor bilan bir xil uzoqlikda hayot kechiraveradi. Ya'ni hech qanaqa unda bir nimasida yillar kamayishi, umrini qisqarishi degan narsa bo'lmaydi. Shuning uchun shu operatsiya haqida o'ylab ko'rishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Bu o'sha mala invazivniy deganimiz peshob yo'lidan kiriladi, to'g'rimi? Qanaqa noqulayliklar bo'lishi mumkin? Vositaga endi o'sha sizni bilaman nima so'ramoqchi, shariy nima so'ramoqchi, lekin qolganingizdek holatda ba'zi shunaqa bo'ladi, ayniqsa biz shu to'l operatsiyasini ham, qo'llab operatsiyasini ham spinalniy narkozda qilamiz. Shunda jinsiy ola turib qolish holatlari bo'ladi. Bir marta haqiqatan ham Shamsiddin kelganlarida shunaqa holat bo'layotdi va ko'rib bularning ko'zlari chiqib ketadi, nima bo'layapti deb aytadilar. Endi jinsiy ola turgandan keyin albatta ertaga kirib ishlash ancha noqulay bo'ladi. Shunda anesteziyologlarimizga iltimos qildik. Bilmayman, o'sha paytda ketamin qilishdimi, qaysidir dorini qilishdi va jinsiy olatni tushirib, shunda Shamsiddin aytdilarki, uni urib tushirmaydi. Yo'q, eslaysizmi? Muz olib kelaymi dedingiz, boshqa dedingiz. Lekin muz bilan xalqi bo'lmaydi uni. Muz bilan urib bir xil aytadi, urib tushiradi deydi, unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q. Lekin anesteziyologlar o'zi biladi uni qanday qilib muolaja qilishni. Значит, asbob tursa anesteziyologlarga murojaat qilaverasizlar. Shu. Aziz muxlislar, shu yergacha ko'rgan bo'lsalaringiz, demak, sizlarga mavzumiz qiziqarli bo'lgan. Urologiyadan yana qanaqangi muammolar bor, mavzular bor, kommentariyaga yozib ketsalaringiz, bu haqida suhbatlar olib boramiz. Ushbu video juda ham ko'p insonlarga yetib borishi uchun videoni ulashing, like bosing, podpiska qiling, bizni qo'llab-quvvatlang.